Hazrat oliylari, sog'ligingiz yaxshi deb umid qilaman. Ko'rishmaganimizga ancha bo'lgandi. Malik aka, bularning hammasi nima? Bugun tibbiy ko'rikdan o'tishingizni eshitdim va tezdan atga yotsang tayyorladim. Bularning hammasini o'zing tayyorladingmi? Siz va janob oliylari uchun maxsus narsa tayyorlamoqchi bo'ldim xolos. Oshpaz Myung yordamida. Qolgan narsalar esa bosh oshpaz va qirollik oshxonasi tomonidan. Bitta taomni taqdim etishingiz uchun qirollik oshxonasiga xabar bermasligingiz kerakmidi? Senga tanbeh berishlarini bilar edim. Mana senga. Men ularga shularni buyurgandim, lekin qirollik oshxonasiga borganimda ular allaqachon tayyorlagan ekan. Ular meni taomimni yetarlicha yaxshi bo'lmaydi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Bu qanday bolalarcha harakat? U bevosita buyruq bermaganim uchun ehtimol ovqat tayyorlagandir. Unda odatdagi natyotsangdan rohatlanishingiz kerak va mening kamtarona taomimni samimiylik bilan qabul qiling. Juda ham yaxshi. Hazrat oliylari, Malikaning sizga g'amxo'rligini ko'rib hayratdaman juda ham. Siz bosh oshpaz bo'lsangiz kerak-a? Ha, u yaqinda tayinlangan qirollik oshxonasining bosh oshpazi. Ha, taomingiz bilan odamlarni hayratga solmoqda ekansiz. Siz haqingizda juda ham ko'p eshitdim. Sizning tashrifingizni eshitdim. Shuning uchun maxsus taom tayyorladim. Umid qilamanki, sizga yoqadi. Men buni intiqlik bilan kutmoqdaman. Ha, u juda ham go'zal va juda jasoratli ekan. Taomni tatib ko'ring. Xo'p bo'ladi. Bu tovuq sho'rva cho'ngetangmidi? Xuddi shunday. Yosh tovuqni uzoq vaqt davomida qaynatildi. Keyin maydalangan tovuq go'shti bilan yakunlangan. Kunjut bilan bezatildi. U ancha tetiklashtiradi. Yozgi issiqda ham ancha foydali. Shuning uchun ham u deyarli dorivor. Ayniqsa siz uchun tayyorladim, hazratim. Menga sovuq taomlardan saqlanish aytilgandi. Bunisini nomi qanday ekan? Bu taom xondon tang deb ataladi. Sariq patli tovuqning suyaklari uzoq vaqt davomida qaynatilgan. Taomning xarakterli xususiyati ziravorlangan tovuq go'shti bilan to'ldirilgan tuxum. Men siz uchun tinchlantiruvchi ovqat deb bildim, chunki siz juda ko'p ichasiz. Juda ham mazali hid kelmoqda undan. Ikkala taom ham faqat tovuq go'shtidan tayyorlangan. To'g'ri, barcha narsalar tashqi tomondan har xil ko'rinishi mumkin, lekin ichidan boshqacha. Xuddi shu kabi men ham bir narsadan ikki xil narsa tayyorladim. Bu ayollardan uzoq turishga va shoh sifatida vazifangizni bajarishga o'rgatadi. Shoshma? U meni tovuq deyaptimi? Qanday bema'nilik? Bu haqiqatdan ham maqtovga loyiq. Men buni yodda tutaman. Xo'sh, sizda nima ekan? Maxsus taom deb turgandingiz. Bosh oshpaz, bugun nima tayyorlading? Bugun tayyorlagan taomim nemis taomi bo'lgan shnitsel. Sun'iy tel? Yo xudoyim. Hazratim, bu sun'iy tel emas, suncha. Sabzavotlardan tayyorlangan, juda ham foydali. Buni iste'mol qilish sizga albatta foyda keltiradi. Ha, suncha eding. Nima? Buning nomini nima dedingiz? Mol go'shtidan shnitsel. Mol go'shti shnitsel, nemischa go'sht kotleta. Amaki, siz buni